Diqqat! O'zgidrometeorologiya agentligi O'zbekiston fuqarolariga 6-martdan 9-martgacha bo'lgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Ushbu kunlarda tinimsiz yomg'ir yog'ishi va yomg'ir qorga aylanishi kutilmoqda. Videoni oxirigacha ko'rsangiz batafsil ma'lumot olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. So'nggi va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, 6, 7, 8 va 9 martga ob-havo prognozi e'lon qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-8 martda 0,5 daraja iliq, 9 martda -2 daraja kunduzi, 6 martda 9-14 daraja iliq, 7 martda 11-16 daraja iliq bo'ladi. 8-9 martda 5-10 daraja iliqqacha pasayadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-8 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 9 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 6 martda 0,5 daraja, 7-9 martda 2-7 daraja, kunduzi 6 martda 10-15 daraja iliq bo'ladi. 7-9 martda 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 6-8 martda 0,5 daraja iliq, 9 martda 3 daraja, kunduzi 6 martda 9-14 daraja iliq, 7 martda 11-16 daraja iliq bo'ladi. 8-9 martda 5-10 daraja iliqqacha pasayadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-7 martda kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 8-9 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 6 martda ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 6-7 martda 3-8 daraja iliq, 8-9 martda 5-10 daraja iliq, kunduzi 6 martda 10-15 daraja iliq bo'ladi. 7-9 martda 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat 7 martda kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 6-8 martda 5-10 daraja iliq, 9 martda 7-12 daraja iliq, kunduzi 6 martda 10-15 daraja iliq bo'ladi. 7-9 martda 20-25 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-7 martda kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 8-9 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 6 martda 8-13 daraja iliq bo'ladi. 7-9 martda 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, ya'ni yomg'ir va qor yog'adi. 6-7 martda ayrim joylarda kuchli bo'ladi. 6 martda sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 6 martda respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.